ko'pchilik bizdan talab qilgan rubrikani syomkasini qilyapmiz. Ya'ni legendarniy ishtirokli udarlarni повторini qilamiz. Ko'rib turganinglardek bizda mana Declan Rice bor. Numa Filipe Herrera. Bayo Rice perna direita. Golazo! Cristiano Ronaldo bor. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Va Marcus Rashford bor. Rashford hits it well. Oh, amazing! Oh, that's Ronaldo-esque. Rashford with an impossible strike from fully 40 yards into the top corner, right in front of the United fans. Marcus Rashford. Birinchi gol Real xo'rlagan Liga Chempionovdagi o'sha Declan Rice legendarning ikkita shtrafnoyi bor o'zi. Birinchisi emas, ikkinchisini qaytarishing kerak. Menimcha ikkalanglar ham yaxshi eslaysizlar. Ko'rib turganingizdek. Mana adashib urib qo'ygan goli. Adashib shu Realni xo'rlab chiqarib yubordi-yu. Boshqa shtrafdan gol urgani yo'q. Xuddi shuni tiqib bersang bo'ldi. Masalan, fanar urib bersam bo'ldi adashib. Nechta imkoniyat to'g'risan? 10 taga bormayman. 10 taga bormaysanmi? Real. Bormayman. 10 taga bormayman. 10 taga bormasam kerak. Gollar birinchi bo'lib boshlanman. O'sha Declan Rice urgan goli Real Madridga fanar adashib, men ham o'shanga o'xshab hozir adashib urishim kerak. Islom, qo'lda jaqtimi? Atak murojaat uchun mana yozaverasizlar. Shtrafnoy tepmoqchi bo'lsanglar, mana atrofga kelib berasizlar. Stenkaga o'ltirib berishadi. Price tashlashadi. Ko'rib turganinglardek bu o'yin kulgu emas, vallahi ofitsialni mana FIFA referisini olib keldik. Brat, hammasi qonun bo'yicha ketsin. Bu jog'on hozir har xil anaqa qilishi mumkin-da, mashinagroq. Shuning uchun hammasi qonun bo'yicha stenkani to'g'ri qo'yib, hozir u o'ziga oson qilib, stenkani uzoqroq qo'ying, endi orishi mumkin. Shuning uchun FIFA qonuniga ko'ra bugun shtrafni tepamiz. Let's go. Ой, Nima kerak bor o to'sib buni-da? Kirib qo'yaversin. Tima chista challenge mana El Clasico'da to'smayman deb, mana bunaqada to'saman deb. Tima nima bu ahvol? Reels uchun tashlab berilmaydi baribir videolar. Shondim Tima. Shondim. Shurayga yeb yoqdi. Mana, balam. Deb, ish kelsam. Salib yugurgandan keyin jabulg'a bormaydi. Qanday qilyapsiz? Bilar erkak bolalar, adam ko'radi. Salib yugurgandan keyin ona yerga o'rtashmaydi emas. Hozir qilib belingga yerga Очень интересно, будет ли читать Куртуа соперника. Райс берет разбег. Еще один. 2-0! 2-0! Деклан Райс официально лучший исполнитель штрафных в истории Лиги Чемпионов из числа английских футболистов. Что это такое? Кто-нибудь разбудите меня, я должно быть сплю. Не опорник Арсенала с 41 номером, а полузащитник сборной Англии с 7 номером на спине. Из всех сценариев во всех параллельных вселенных мне меньше всего казалось, что может произойти что-то подобное.
Golni o'rtoqlar mana, golni bajardik. Maksimal o'xshatishga harakat qildik. Kommentariyada tez yozib qo'yinglar, gol o'xshadimi, yo'qmi? Atak menimcha ideal o'xshadi. Bola mana Declan Rice udarini ko'rdik. Endi o'zingizlar обязательно kommentda yozinglar, qanchalik bu narsa o'xshadi. Endi keyingi udar ko'ramiz bolalar. Keyingisi Javani Gali, Cristiano Ronaldo. Hammamiz bu golni ko'rganmiz. Declan Rice qatta, Ronaldo qatta. Menimcha birinchi gol bundan sложныйroq edi, menimcha. Ronaldo Ispaniyaga adashmasam hat-trick qilib uyga jo'natib yubordi. Adashmayapsan. Mana shu qaytarish kerak. Uyga jo'natmagan necha bo'ldi? Necha bo'ldi? Endi Ispaniyaga 3 ta gol urgandan keyin uyga kirib boraverasan-da, Ispaniya uyga jo'natib yubordim deb. Razbek jinni deb uni, o'xshatinglar. Brat, Razbek ne var? Hozir men yana o'zimnikini beraman buni. Trayektoriyani qara, brat, takoy lёгкий bu aylantirib, adda ishimi bilmadim qarab. Atak sen orada tek turasan challenge-larda shunaqa. Ana golning shunaqa kirgan trayektoriya, adashmasam. Yo'q, chiqasan, Svarka bilan. Declan Rice bilan Ron nasha beramiz, qo'yiladi. Endi ko'ramiz-da, qanchada o'xshatar ekansan. Menga vaqt qoladimi, yo'qmi? Mana tepkimga otib qo'yishda. Girdimi o'san? Chaqdim. So'nggi chaqdim. So'nggi chaqdim. Aprelga tayyormisizlar? Oyog'im. Yo. Cho'chkani tepib qo'yibsan-ku, pajamda tepsan. Billa, bunaqa Razbek bilan bunaqa podium jinnilikda. Shafirdan. Der Razbek meni xayolimni buzotdi, o'zimnikini qo'radim. Opa. Sen boshqa jarab. Menimcha devyatka emas bu, hali boshqa tepish kerak. Devyatka emas menimcha bu. Necha devyatka urmagan Ronaldo. Lekin sal devyatka смотрю. Bu takoy 50. Ancha o'rtaga kirib ketdi. Razbek ishlo. Sovuq. Sabuk. O'xshaydi, normal, o'sha bitta bor. Ronaldo ham bittada urmagan. Kirish kerak edi-yu. Java sen oraqasida tepma. Nima qiliyu shu o'tirgan? Nima qilib patachak. Jala o'zsan birinchi tepishing kerak edi. Ormasan, mazga qoqishim. Jala ko'rardim. O'rtoqing oson emas deb turadigan. Ronaldo. Oh, genius! Absolute genius! Would you believe it? Look at De Gea's position. He's not going to get that, is he? Up, over the wall, down, under the crossbar. Katta ehtimol bilan 3-gol bilan Rashford golini hozir bugun qaytara olamiz. Gol Polyaning vaqti bo'ldi. 11 dan keyin mumkin emas. Bilmadim endi bu yoqda даже 10-50 dan keyin mumkin emas ekanda. Boshqa kun endi davom ettirib qo'yamiz uni. Oboda hozir video davomida pogoda o'zgarib qolgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar, значит biz boshqa kuni kelib Rashfordni olib qo'ygan bo'lamiz yoki shunday chiqib ketgan bo'ladi. Значит shunaqa bo'lish kerak ekanda bugun, nima deysizlar? Yo'q, dabi chiqib qo'yamiz, to'g'rimi akalar? Qilmasak bo'lmaydi, onasini ham. Shunday strashni gol qolib ketyapti, odamlar ko'rmasa. Ras bu video hozir yana bir 4 minut, 5 minutmi bilmadim, 3 minutmi qolgan bo'lsa, значит 3-gol ham bo'lgan bo'ladi.
Valla ko'rdinglar, mana pagoda o'zidan o'zi o'zgarib qoldi. O'zinglar ham sezgan bo'lsanglar kerak, sezmagan bo'lsangiz nash nimadir nito. Hozir endi meni golim Laykos qo'yinglar, kommentariy yozinglar, bilasizlar. ko'ryapsizlar, qor nerealni yog'yapti. Biz shu oxirgi golni olishga syomkasiga keldik. Kecha yomg'ir edi, bugun qor, ertaga bilmadim tosh yog'sa kerak. No bizni hech nima to'xtatmaydi. Keyingisi Markus Rashford Chelsiga tiqib yuborgani. Hech qachon. Ishonmaysan? Voy billahi, boshlanishi yomon emas. Ko'ryapsizlarmi? Mayli qo'yib beray. Mana. Voy onasini hamsan. Qorda qanaqa ko'tarasan buni? Qorda? Ha. Ko'tarib beraman desada. Yo, muammo emas. Kecha tepayotganimda normalga o'xshayotdi. Mana masofa juda uzoq, o'zingizlar ko'rib turibsizlar. No, o'zingizlar ham bilasizlar. Nimadir plan qildikmi, uni oxirigacha olib boramiz. Bo'yicha urmoqchilar 15 tada. Ishonmayapsanmi do'stim? Yo'q. Realni. Yo'q. 15 tada urmayman. A tak в целом-chi. Sizni qor hisobiga urolmaysan bugun. Agar realni yaxshi pagoda bo'lganda, может быть urardik. Bo'ldi do'stim, men sen tushundim. Xo'p, nima dey? Bo'ldi, uramayman deymi? Qochsang, tepaman. Qani Islom Rashford. Qani. Islom! Nima? Davay, Islom. Sana qoningda jadidlar qoni. O'zingga o'zing ishonmasang, tuyg'ularing ishonmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang, hech kimga ishonmaydi. O'zingizni suiqatvorsiz. Ha? Men o'zimni versam aytyapman. Butun dunyo senga ishonmasa, sen hozir tepasa, sen ham o'zingga ishonmagan Islom. Shular to'g'ri qilgan bo'ladi. Qanday otam emas. Yaxshi Islom. Tima, vaqt bo'lsa ham to'smaslikka harakat qildim. Yaqin, bila. Shu so'kinish tashlashim kerak-da, boru. Ozgina ko'tarilmadi-da, bir yarim metrcha ko'tarilganda. Kirmadi lekin bu. Yonroq kirish kerak edi, adashmasam Rashford ham ziyoratga kirgan. No, yaqinmiz. Yaxshi uchdi. Zo'r kirdi, tepadan 9 ga kirdi. Bitta ko'rish kerak lekin. Yo, lekin 9 ga kirdi lekin. Cho'tga kirdi. 8 ga kirdi, mayli, 8 ga. 8. Ya, zo'r tepdi, lekin Rashfordga bilan birga bilmasa, o'tiroy ketdi. Marcus Rashford. Oh, glorious! That is a special one. For distance, power, accuracy, and indeed significance, Marcus Rashford can count that amongst his best. Bolalar, unaqa cho'zib o'tirmaymiz. Agar sizlarga bu rubrika yoqqan bo'lsa, davaychi 30 mingta like, faqat bir hafta ichida yig'ishimiz shart. 30 mingta like yig'sak, buni biz ikkinchi qismini qilamiz va chap oyoqlar bilan. U degani bizda kim? Mana Xush bor, Fara bor, Ali bor, Karim bor, strashniy gollarni urishimiz mumkin. Messi, Rafinha, yana kimlarning gollari bor. Xullas, hammasi sizlarga bog'liq. Обязательно kommentda hozir yozib qoldiringlar shu 3 ta goldan qaysi biri sizlarga eng ko'p yoqdi. Kimi kommentda eng ko'p like yig'sa, har doimgidek o'shaning kartasiga yoki 300 ming yoki 500 ming nastreniyaga qarab tashlab beramiz. O'shaning uchun keyingi videoda ko'rishguncha. Let's go.